هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Maide tefsiri 112. ayetin başlap okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövendi dektanlağa İbn Kesir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Maide suresi 112. ayetinden başlap okuyumuz inşallah. Ba'de auzu billahi mineşşeytanirracim. Öz vaqtida havariylar: "Ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bizge osmondan ustida tamoq va dasturxon tushirib beralamdi" dedi. İsa: "Agar Allohning qudratiga ishonsanglar, bundaq savollarni berishda Allohdan qo'rqinglar" dedi. Ular: "Biz uningdan yeyishni, ko'nglimizning tinchlashini, so'zingning rostligini bilishni va payg'ambarligingga guvohchilardan bo'lishni iroda qilamiz" dedi. Meryem o'g'li İsa: "Ey Rabbim Alloh, bizga ustida tamoq va dasturxon tushirgin. Bu kun bizlarga va bizdan keyingilarga bayram bo'lib qolsin. U dasturxon sendan bizga qudratingni va payg'ambarligingni ko'rsatadigan bir mo'jiz bo'lib qolsin. Bizga rizq bergin. Sen rizq berguchilarning yaxshisisan" dedi. Allah İsa'nın duasını icabet qilib, "Uni men sizlarga cho'qim osmondan tushiraman. Sizlardan kimiki shuningdan keyin kafir bo'lsa, uni shundoq bir azob bilan azoblaymanki, ahli jahondan hech kishini mundoq azoblamayman" dedi. Osmondan tushgan dasturxon to'g'risida. Bu sure osmondan tushgan dasturxonning qissasini bayon qilgan bo'lg'achqa, surening ismi Sure Maide dasturxon surasi deb atalgan. Bu Allah Teala'nın bendisi ve peygamberi İsa aleyhisselam Allah Teala'dan o dasturxonni tushirib berishni tilaganda, Allah Teala onunğa nimet qilib tushirib bergan dasturxondir. Allah Teala bu dasturxonni İsa aleyhisselamның payg'ambar ekanligiga dalolat qiladigan pok qilib tushirdi. Öz vaqtida havoriylar: "Ey Meryem o'g'li İsa, Rabbing bizga osmondan ustida tamoq bor dasturxon tushirib beralamdi" dedi. Ya'ni İsa aleyhisselamның ergashuvchilari tamoq tizilgan dasturxonni talab qildi. Ba'zilar ular nihoyatda faqir va muhtoj bo'lganlikdan ozuqlanib put-qo'liga kuch kirib Allah Teala ibodat qilish uchun Allah Teala'nın ularga osmondan kunda bir dasturxon tushirib berishini talab qilgan deydi. İsa: "Agar Allohning qudratiga ishonsanglar, bundaq savollarni berishda Allohdan qo'rqinglar" dedi. Ya'ni İsa aleyhisselam ularga Allah Teala'dan qo'rqinglar, bundaq talablarni qilmanglar. Bu narsalar balkim sizlarga foydasiz bo'lishi, sizlarning to'g'ri yo'ldan chiqib ketishinglarga sababchi bo'lishi mumkin. Agar sizlar haqiqiy mu'min bo'lsanglar, rizq talab qilishda Alloh Taologa tavakkul qilinglar dedi. Ular: "Biz uningdan yeyishni, ko'nglimizning tinchlanishini, so'zingning rostligini bilishni va payg'ambarligingga guvohchilardan bo'lishni iroda qilamiz" dedi. Ya'ni ular dasturxonning osmondan tushganligini ko'rsak, sening Alloh tarafidan avatilgan haqiqiy payg'ambar ekanligingga, dasturxonning Alloh tarafidan kelgan bir mo'jiz ekanligiga, sening bizga elib kelgan shariatning rostligini biladigan bir pok ekanligiga guvohlik beramiz
deyishdi. Maryam o'g'li Isa: ey Rabbimiz Allah, bizga ustida tamoq bor dasturxon tushirgin. Bu kun bizlarga va bizdan keyingilarga bayram bo'lib qolsin. Bu oyatning ma'nosi haqida Suddi: biz va avlodimiz bu dasturxon tushgan kunni bayram kuni qilib olamiz deganlikdir deydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Sufyan Savri: biz bu kunni namoz o'qiydigan bir kun qilib olamiz deganlikdir dedi. U dasturxon sendim bizga qudratingni va payg'ambarlikimni ko'rsatadigan bir mo'jiza bo'lib qolsin. Bizga rizq bergin. Sen rizq berguvchilarning yaxshisisan dedi. Yaxshisisan dedi. Allah Isa'ning duosini ijobat qilib, uni men sizlarga cho'qim osmondan tushiraman. Sizlardan kimiki shuningdan keyin kofir bo'lsa, uni shundoq bir azob bilan azoblaymanki, ahli jahondan hech kishini bundoq azoblamayman dedi. Ya'ni ularni sening zamoningda hech kim ko'rib boqmagan azob bilan azoblayman. Bu oyatning ma'nosi: qiyomat qoyim bo'lgan kunda ey Fir'avn jamoasi, azobning eng qattiqiga do'zax o'tiga kiringlar deyildi. Munofiqlar cho'qim do'zaxning eng ostinqi qavatiga, ya'ni qahriga tashlanadi. Ularga hargizmi azobdan qutuldiradigan madadkor topolmaysan degan oyatning ma'nolariga o'xshashdir. Ibn Jarir Abdullah ibn Amrning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qiyomat kuni qattiq azoblanadigan kishilar munofiqlar, dasturxon tushirilgandan keyinmi kofir bo'lganlar Fir'avn va uning qo'shinlaridir. Ibn Abbas mundaq deydi: Isa alayhissalomning ummati uningga Alloh taolaga bizga bir dasturxon tushirib berishi uchun duo qilsang deganda, farishtalar ustida 7 dona non va 7 tal beliq bor dasturxonni ilib tushib, ularning oldiga qo'yganda, ularning hammasi o'xshash qizolangan. İmam İbn Jarir Abdullahning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Osmondan Isa alayhissalomga tushirilgan dasturxonda 7 tal beliq va 7 dona non bor bo'lib, kishilar uningdan to'yg'icha huzurlangan. Ba'zilar et tushmay qolmasin deb dasturxondagi tomoqdan o'g'irlagan. Shuning bilan dasturxon ko'tarilib ketgan. Yuqorqi bayon va rivoyatlar bu dasturxonning Isroil avlodiga Isa alayhissalomning zamonasida tushirilganligini isbotlaydi va Allah Isa'ning duosini ijobat qilib, uni men sizlarga cho'qim osmondan tushiraman. Sizlardan kimiki shuningdan keyin kofir bo'lsa, uni shundoq bir azob bilan azoblaymanki, ahli jahondan hech kishini bundoq azoblamayman dedi. Degan oyatimi mushu faktni dalillaydi. Tarixda yuz bergan hayron qolarlik bir voqea. Tarixchilarning bayon qilishicha, Marokash qatorliq g'arbdagi davlatlarni fathi qilish uchun Bani Umayya tarafidan vakil o'rnida tayinlanib borgan Musa ibn Nasr shu chaqda xilma-xil uncha marvoyatlar tizilgan bir dasturxonni tepib oldi. Buni Umayyi masjidini soldurgan musulmonlarning xalifasi Valid ibn Abdul Malikka avatib berdi. Bu dasturxon u kishining qo'liga tekkicha u kishi vafot bo'ldi. Shuning bilan bu dasturxon uning o'rniga musulmonlarning xalifasi bo'lib saylangan qarindishi Sulaymon ibn Abdul Malikka topshirildi. Uni kishilar ko'rib, u dasturxondagi xilma-xil uncha marvoyatlarga hayron qoldi. Ba'zilar Davud alayhissalomning o'g'li Sulaymon alayhissalomdan qolgan dasturxon bo'lishi mumkin deyishdi. O'z vaqtida Alloh aytdi: Ey Maryam o'g'li Isa, sen kishilarga Allohni qo'yib, men bilan onamni ikki iloh qilib olinglar dedingmi? Isa aytdi: Rabbim, sha'ningga loyiq emas narsalardan seni pok deb e'tiqod qilamanki,
Manga aytishga tegishlik bo'lmagan so'zlarni men aytmayman. Agar men bu so'zni aytgan bo'lsam, uni sen cho'qim bilasan. Ya'ni mening undaq demaganligim sana ma'lumliq. Sen mening zotimdikini bilasan. Men sening zotingdikini bilmayman. G'ayblarni nihoyat obdan bilasan. Men ularga faqat sen meni aytishga buyurgan so'zni, ya'ni mening Rabbim va sizlarning Rabbinglar bo'lgan Allohga ibodat qilinglar dedim. Men ularning orasida bo'lgan muddatda ularning amallarini kuzatib turgan edim. Meni qabzoroq qilganingdan keyin ularning amallarini sen kuzatib turgan eding. Sen hamma narsadan xabardorsan. Agar ularga azob qilsang, ular sening bandalaringdir. Ularni xoliqiningcha tasarruf qilsan. Sana hech ahadi ta'arruz qila olmaydi. Agar ularga, ya'ni ularning ichidagi tavba qilganlarga mag'firat qilsang, sen ishingda g'olib, hikmat bilan ish qilguchidirsan. İsa aleyhisselamning shirik amaldan ado judo bo'lib tavhidni iqro qiladiganligi to'g'risida. Alloh taolo qiyomat kuni bandasi va payg'ambari Isa aleyhisselamga uni va uning onasini iloh qilib olganlar oldida mundoq deydi: Ey Maryam o'g'li Isa, sen kishilarga Allohni qo'yib, sen bilan onam, men bilan onamni ikki iloh qilib olinglar dedingmi? Bu Alloh taolaning xristianlarga butkul insonlar oldida qilgan tahdid so'zi va koyishidir. Bu oyatning ma'nosi haqida Qatada va boshqalarmi shundoq deydi. Qatada yana mushu so'zning qiyomat kuni deyiladiganligini, Alloh taolaning bu kun, ya'ni qiyomat kuni rostchillarning rostchilligi o'ziga foyda qiladigan kundir degan mushu oyatlardan keyinla keladigan oyatni dalil qilib keltirdi. Isa aytdi: Rabbim, sha'ningga loyiq emas narsalardan seni pok deb e'tiqod qilamanki, menga aytishga tegishli bo'lmagan so'zlarni men aytmayman. Ya'ni bu eng adablik javob berish uslubidir. Bu haqda İbn Abu Hatim Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qildi. İsa aleyhisselamning adab bilan so'z qilishining bu xil usulini Alloh taolo uning o'rgatgandir. Buni payg'ambar aleyhisselam shundoq deganligini rivoyat qildi. Bu haqda Savrimu Tavusning shundoq deganligini bayon qilgan. Agar men bu so'zni aytgan bo'lsam, uni sen cho'qim bilsan. Ya'ni mening undaq demaganligim sana ma'lumliq. Ya'ni ey Rabbim, agar shundoq degan bo'lsam, albatta sen mening shundoq deganligimni bilgan bo'larding. Chunki sana hech narsa maxfi emas va undaq demadim. Undaq deyishnimi o'ylab qo'ymadim. Sen mening zotimdikini bilsan. Men sening zotingdikini bilmayman. G'ayblarni nihoyat obdan bilasan. Men ularga faqat sen meni aytishga buyurgan so'zni, ya'ni mening Rabbim va sizlarning Rabbinglar bo'lgan Allohga ibodat qilinglar dedim. Ya'ni men ularga faqat sen meni deyishga buyurgan, mening va sizlarning Rabbinglar bo'lgan Allohga ibodat qilinglar degan so'zni qildim. Men ularning orasida bo'lgan muddatda ularning amallarini kuzatib turgan edim. Meni qabzoroq qilganingdan keyin ularning amallarini sen kuzatib turgan eding. Sen hamma narsadan xabardordirsan. Abu Davud İbn Abbas radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom bizga va'z nasihat qilib, ey xaloyiqlar, Alloh taolo mahluqotlarni dastlab qandoq yaratgan bo'lsak, shu holatida asliga qaytaramiz degan oyatida bayon qilgandek, Alloh taolaning dargohiga yalon oyoq, kiyimsiz
ve xatni qilinmagan holatinglarda to'planasizlar. U kuni tunji bo'lib kiyim kiygiziladigan kishi İbrahim alayhissalomdir. Mening ummatimdan bir turkum kishilar ayrilib, chiqarilib, do'zax tarafga elib ketildi. Mening ummatlarim deyman. Mana sen ularning sendan keyin nima ishlarni qilganligini bilmaysan deyildi. Men xuddi Alloh taolaning taqvodor bandasi İsa alayhissalom degandek, men ularga faqat sen meni aytishga buyurgan so'zni, ya'ni mening Robbim va sizlarning Robbinglar bo'lgan Allohga ibodat qilinglar dedim. Men ularning orasida bo'lgan muddatda ularning amallarini kuzatib turgan edim. Meni qabzroq qilganingdan keyin ularning amallarini sen kuzatib turgan eding. Sen hamma narsadan xabardordirsan. Agar ularga azob qilsang, ular sening bandalaringdir. Ularni xohlaganingcha tasarruf qilasan. Sana hech ahadi ta'arruz qila olmaydi. Agar ularga, ya'ni ularning ichidagi tavba qilganlarga mag'firat qilsang, sen ishingda g'olib, hikmat bilan ish qilg'uchidirsan, deyman. Mana u ummatlaring sendan keyin dindan yenib ketgan deyiladi. Bu hadisni İmam Buxoriy rivoyat qilgan. Agar ularga azob qilsang, ular sening bandalaringdir. Ularni xohlaganingcha tasarruf qilasan. Sana hech ahadi ta'arruz qila olmaydi. Agar ularga, ya'ni ularning ichidagi tavba qilganlarga mag'firat qilsang, sen ishingda g'olib, hikmat bilan ish qilg'uchidirsan. Ya'ni xolash ve karar qilish faqat Alloh taolaga xosdir. Chunki Alloh taolo xolig'ini qiladigan, qilganidan so'ralmaydigan zotdir. Uning mahluqotlari qilmishlaridan so'raladi. Bu so'z Alloh taolaning ayoli balasi va deb Alloh taolaga ve Alloh taolaning payg'ambariga yolg'on so'zlagan xristianlardan ada juda bo'lishnimi o'z ichiga oladi. Alloh taolo ularning mundaq sifatlaridan pokdir ve üstündür. Bu nihoyatmi ulug' bir oyat bo'lib, hadisda payg'ambar alayhissalomning bir kechasi tong otqicha ashu oyatlarni namozda takror o'qiganligi bayon qilindi. Allah aytdi: bu kun, ya'ni qiyomat kuni rostchillarning rostchilligi o'ziga foyda qiladigan kundir. Ular ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarda mangu qoladi. Allah ulardan razı bo'ladi. Ular Allohdan memnun bo'ladi. Bu zo'r baxtdir. Osmonlarning, zaminning va ulardagi mavjudotning podshohligi Allohga mansubdir. Allah her narsaga qodirdir. Qiyomat kunida faqat rostchillikningla asqatadiganlik to'g'risida. Alloh taolo o'zining bandisi va payg'ambar bo'lgan İsa alayhissalomga Alloh taolaning va uning payg'ambarini yolg'onchi degan kofir xristianlardan qandoq ado juda bo'lish va ularga qandoq javob berish haqida mundaq deydi. Bu kun, ya'ni qiyomat kuni rostchillarning rostchilligi o'ziga foyda qiladigan kundir. Bu oyatning ma'nosi haqida Zahhak ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu kun Alloh taolani bir deb bilish aqidasida turgan kishilarga shu aqidasi asqatadigan kundir. Ular ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarda mangu qoladi. Allah ulardan razı bo'ladi. Ular Allohdan memnun bo'ladi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: ular erishadigan Allohning roziligi cennet nimetlerining hammasidan kattadir. Bu cho'ng baxtdir. Bu zo'r baxtdir. Ya'ni bu utuqning eng kattasidir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: ishliguvchilar
muşundaq zor baxtga erishish uchun ishlasin. Qiziqchilar shuningga qiziqsin. Osmonlarning, zaminning va ulardagi mavjudotning podshohligi Allohga mansubdir. Allah har narsaga qodirdir. Ya'ni Allah hamma narsani yaratgan, hamma narsaga ega bo'lgan, hamma narsani o'zining xolig'icha o'rinlashtiradigan va hamma narsani qila oladigan zotdir. Chunki hamma narsa uning mulkidir va igidorchiligidir. Hamma narsa uning irodasiga bo'ysunadi. Uning o'qishishi, yordamchisi, hamrohi, bolasi, ota-onasi va ayoli yo'qdir. Uningdan boshqa iloh ham yo'qdir. Uningdan boshqa Rabbmi yo'qdir. İbn Vahib Abdullah ibn Amr radiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Sura Maida eng oxirida tushgan suradir. Allah subhanahu va taolaning fazli marhamati bilan sura Maidaning tafsiri tugidi. İnşallah kelar qitimda sura An'amdan boshlab anglaysizlar. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.